Tanishing, bu zamonamiz bokschilarga yangi yulduz, afsonaviy Muhammad Alining nabirasi. Uning ismi Niko Ali Walsh va u Bobos kabi butun jahon reytingini zabt etishga tayyor. Ko'plab muxlislar allaqachon uni Alining haqiqiy vorisi deb atay boshlagan. Niko boksga to'liq bel bog'lash qarorini Bobos hayotdan ko'z yumgandan keyin qabul qildi. Bu qaror uning yuragidagi haqiqiy motivatsiyaga aylandi. Yoshligida havaskor janglarga tajriba to'plab, u 2021-yilning avgust oyida professional ringda debyut qildi. Shundan beri u 7 ta jang o'tkazdi. Shularni 5 tasini nokaut bilan yakunladi. Eng qizig'i, birinchi professional jangida Niko sahnaga Bobosdan meros qolgan haqiqiy Ali shortigida chiqdi. Bu nafaqat ramz, balki uni qonidagi merosning jonli isboti edi. Debyutdagi raqibi amerikalik Jordan Wicks tajribali, lekin Niko uchun yetarlicha qulay raqib sanalgan. Biroq hech kim kutmagan narsa sodir bo'ldi. Niko uni birinchi raundda o'zidayoq nokautga yubordi. Shu zahoti butun dunyo yangiliklarida Alining nabirasi qayta degan saroqalar qo'yila boshladi. Endi sizlarga savol, u ham Bobos kabi haqiqiy afsonaga aylana oladimi? Fikringizni kommentariyga yozib qoldiring.